Xorazmda ilk bora avtofestival o'tiryapti. Ya'ni o'zi o'tirilgan avval, lekin Xorazmlar tomonidan o'tirilmadi. Xudo xolasa hozir Real Jit hamma yaxshi doimidan blogerimiz ozgina avtofestival haqida ma'lumot berib o'tamiz. Avtofestivala nima deydi? Men minchalardan kutmadim. Hammangizga katta rahmat deganlar, siz ham katta rahmat qilganingiz uchun. Xudo xolasa zo'r bo'lib turibdi. Menimcha zo'r emotsiyalar bo'lib turibdi. Agar bu yerga shu yerda yurib turgan bo'lsangizlar, bundan ham zo'r bo'ladi. Prosta bu Xorazm bo'layotgani test rejimda, xudo xolasa prosta sinov tariqasida o'tirilib turibdi. Xudo xolasa tez orada yana boshqa yangiliklarimiz bor. Menimcha issiq chiqishi bilan yana bir reja bo'lsa kerak. Albatta, dim zo'r planlar bor. Bu dushim bu prosta test rejimda bo'ldi. Gördük zo'r ekan. Bundan keyin yana yomonatib o'tiramiz xudo xolasa. Hammangizga katta rahmat deganlar. İki maşinni alışını sırı karsını yaxşı sorab bilşey. Zor kars sorab bilşey. Lexus buzulmaydi birinci otelda. Onu Lexus bilen adam biledi. Keyin ne oldu sen bu? Çöp yürüyün tam buzulmaydı. Bu oldu maşinni kilometre buzulmazsın. Yakkanı yakkanı. Hazır BMW alınsa mesela, BMW alsa bir yerine bir içerse doğru 2000-3000 dolar ben yapacağım. Burası, onun pulu yok zaten 2000-3000 dolar. Onu zöttürüye bölüm. Festival hakkında. Sotki birinci merde Xorazmda buluşu. Xorazmda emin maşıyla balığı birinci yarışı. Ya bulan bilemiz. Köp, bulan bir taza geldi. Bulan hem taza gelen Xorazm az bir oğlan. Arayanda mali bulan yat tuttu zöttürü ya. Çıkılıp zor. Yapmak kıskaza o. Yok kendini çok tükenmez. Adamlar hem kısık fiyat tuttu. Bize Toshkent'ten kenmez bizecekmiz. Bu yapmamız bırak. Avtofestivali yana bir tashkilotchilardan biri, avtomobillarni shunda yig'nalishida sababchilardan biri bo'lgan Jamshidbek. Hamma juda yaxshi biladi, Instagramda Jam Karovach deb chiqadi. Fikrlarimiz nechga o'tibdi? Dim zo'r o'tibdi, kutganimizdan ham a'lo bo'lib turibdi. Boshlanishini hali ko'p aytgan mashinamiz hozircha kelmadi, lekin keladi xudo qarasa boshqa viloyatlarga go'stam ushlab bizadan dostойный mashinalar bor. Ba'zi kunda nomashinalar paydo bo'lib turibdi bu yerda, nomashinalar bosh vaqtida. Inomarkalar. Hozir chiqib turgan mashinalarni gaplashmaylik, avvalgi mashinalar eng zo'rlari. Motor ob'yom katta, hozir ko'ra elektromobil atamagan, ikkilik motor, shunday bedaga 6-3 motorlik AMG Mercedeslar ham keladi hozir xudo xolasa. Mashinalar zo'ri. Fikringiz nechgina shuncha odam yengildi, yana qilish niyat bormi shunday festivalni? Nechga o'tiribdi misol? Nima deysiz? Albatta bu test rejim hozirchalik, keyingi safar bundan ham masshtablanib, krutoyatib, professionallashtirish hali yana. Xolasa ko'rasizlar, og'alar, to'g'risi bu prosta test rejim bo'lishi ozgina bardak bo'lib turibdi, lekin tez orada yana xudo xolasa issiq chiqishi bilan menimcha zo'r mashinalarni ko'rsatib boramiz. Menimcha Xorazm uchun bu juda ham yangilik deb o'ylayman, chunki baribir o'zlarimizda bo'lishi kerak, chunki o'zlarimizda mashinalar bor va menimcha bundan keyin ham qilasizlar umiddaman. Albatta, podpishchilarimizni aktivina qarab xudo xolasa uyushtiraramiz shunday shoularni. Sizlar haqida umiddaman. Kuzatib boringlar, hammasi albatta. Hadi. Tak. Kawasaki ZX-10 RR 2R 2024-yil 1 litrlik motor 216 kuchi maksimal skor 310+. O'zbekistonda 2 dana. Toshli shundan. Tak, Kawasaki 650 RF 6F 2 silindrli motor 76 at kuchi. Maksimal skor 250. Savol bor-da. Xorazmda nechta bunday ya'ni motorlar? Nada? Motorlar shunday, mototsikllarda. Bular ko'pchilik xudo xolasa rivojlanayotgandir. Ko'p bo'lib boradi xudo xolasa. Tavsiya etasizmi boshqalar ham olib haydashni? Tavsiya etamiz. Tezlikni ne? Tezlikni. Go'zal harakatda shek bo'lgani. Bakılovlar neştemiz, davaydı, qani. Wo. Aha, davom etamiz. Hoppa, wow, dahshat, wow. Aha. Oy. Ya.